9-cı qatimliq ilimcheyda o'qilgan maqolalardan tanlanma. Uni she'rlardan izlaymiz. Abduri Aysiman Yasin. Tariximizning uzoq asrlik musofirlarida Uyg'ur ayollari Uyg'urlarning tafakkur ingi, madaniyat qurilmasi va hayot andizlarini izchil holda o'zining aql julalari va san'at ixtirolari bilan beyitib mukammallashtirib keldi. Bulubmu millatimizning ruhiy ayniki va ma'naviy uzuqi hisoblangan milliy adabiyotimizning uzilmas iqillarida ayol adiblarimiz hech qachon kam bo'lib baxmadi. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotimiz qaraydigan bo'lsak, mayli proza sohasida bo'lsin yoki she'riyat sohasida bo'lsin, Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotiga vakillik qila olgudek darajadagi talantliq va tirishchan ayol adiblar qo'shini ko'zimizga chiliqib turdi. Keyingi yillarda mana mushu zo'r bir turkum ayollar qo'shini sipi kirib kelgan va o'zgacha talantli ijtihodi bilan qayilligimizni qo'zg'agan shoiralarning biri bo'lsa, she'riyatimiz osmonda yangidan chaqnagan yulduz Gulnisa Emin Gulxondir. Shoira Gulnisa Emin Gulxon 1976-yili Chiri noyisining Gulaxma yezisida tug'ilgan. 1997-yili Xotan viloyatlik radio televiziya universitetining axborot bo'limini bitirgandan toki tutqun qilingan 2018-yili dekabrgacha Chiri noyalik 2-o'rta maktabda o'qituvchi bo'lib xizmat qilgan. She'riyat sipiga amdila 14 yoshida Xotan pedagogika oliy texnikum gezitida e'lon qilingan Sahroning to'pliq yo'li nomli she'ri bilan kirib kelgan Gulnisa Emin Gulxon tutqun qilinguncha vatanimizdagi har qaysi gazet jurnallarda 500 parchadan ortiq she'rini e'lon qilgan. Bir qism she'rlari Uyg'ur chog'dash shoirlarining she'rlaridan tuzilgan, xitoycha va yaponcha nashr qilingan birlashma to'plamlarga kirgizilgan. Bir turkum she'rlari naqshi tekst qilib o'qilgan. Bulubmu uning 2015-yili 4-dekabrdan boshlab tutqun qilingan 2018-yili 28-martgacha har kuni bir parchadan tor dunyosiga yo'llangan 1001 kecha nomidagi yurishlik 345 parcha she'ri uning ijodiyatida va hozirgi zamon she'riyat tariximizda alohida o'rin tutadi. Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan nohaq holda 17 yillik kesib etilgan shoira Gulxon bugun o'z uyida yo'q. Dars munbirida yo'q, ustal beshida yo'q. Bo'r va qalam tutgan qo'llari kishanda. İlham ve mərifət oxutup turgan dili bolsa alamda. Biz bugün onu şiirlerden ve yaşap yezip tüktelmegen 1001 keçisidan izleyimiz. Yaş şaira Gulnisa Emin Gulxon atrofidagi hamma narsadan she'r izlaydigan ve atrofidagi hamma narsani she'rga aylantira oladigan talantliq va ijtihadliq shoira edi. Biz buni uning ijodiyatlaridagi teminlarining ko'p xilligi, tafakkurining kengligi, turmuşda ko'zga chaliqqan eng oddiy narsalardanmi o'zgacha ilhom ola oladigan shoirga xos kuzatish iqtidori va ifodalash qobiliyatiga to'yingan she'rlardan ko'rib olamiz. Gulxonning she'rlarida ko'p xillik mavjud bo'lib, uning she'rlarida qiz ayollarning nozik ichki dunyosini ifodalab beradigan, attir purab turadigan, yumshoq ko'ngillarni shamol yalpitib turgan umoq qizdek tatliq she'rlar. An'anaga bo'lgan seg'inish ve zamanaviylikqa gumansirash bilan qaraydigan etizlikning aptipida to'la kuyib, mistak parqirab ketgan peshonasidan tar qo'yilib turgan dehqondoq kuchtungur she'rlar. Faylasuflarning og'zidek hikmat to'kilib turgan durdona she'rlar. Lufchaklarning chiroyidek mardonlik tepchib turadigan shash she'rlar. Kuyuk purab turadigan chuchulsimon she'rlar. Yalqillab turgan cho'g'dek taptibor she'rlarmi tang mavjud. Balalarcha suzuk tuyg'u, qiz ayollar xos nozik hissiyat, kuchlik milliy g'urur va isyonkor ruh tuyingan Gulxonning she'rlari ifodalash shakli jihatdan bo'lsa muqim qalbga tushmagan. Shoira o'zining shu chog'dagi ilhomiy hissiyoti va ifodalash qobiliyatiga yarasha shakl tanlaydigan bo'lib, uning she'rlarida barmoq vazlik she'rlarmi, 1000 yillik klassik she'ri shakli bo'lgan g'azal shaklimi, erkin chashmi she'rlarmi bor. Shoir tabiat va jamiyat qo'ynida yashaydi. Özünün dünyasidagi barcha shaylar shoirga kuzatish obyekti va ilhom bo'ladi. Uyg'urlarning real hayot tragediyasini mahirlik bilan bayqagan va o'zining vijdon tarasiga solgan Gulxon intayin rahimsiz va fojialik holda qirilayotgan Uyg'urlarning o'limdan boshqa tanlashning qolmaganligini iztirobli hissiyoti bilan tövendagi misralarga tizadi. Bar bu yerda bir o'lim. Gulxon
Ne bu yerde bir söz ba, ne bir ideya, ne bu yerde daraxt ba, ne bir asman, ne bu yerde kuşlar ba, ne bir pesil, bar bu yerde bir boşluk tolmay vatkan. Ne bu yerde bir yol ba, barsikiler, ne bu yerde keçi ba, yoru vatkan, ne bu yerde seyginiş kızıl güldek, bar bu yerde sükunat kişne vatkan. Ne bu yerde kündüz bar, pare pare. Ne bu yerde deniz bar kuruvatkan, ne xiyallar kanatsız taştın eğir, bar bu yerde bir yokluk toluvatkan. Ne bu yerde gügüm bar gamnak peti, ne bu yerde kakaslık menlik tolgan, ne bu yerde bir tuş bar tabiri yok, bar bu yerde gayriplik köklavatkan. Bar bu yerde bir ayal halran qalliq, tıpırlaşlar içide yaşavatkan. Hayat ming bir keçinin çöçkidir, ölüm rastır en kızgın süyüvatkan. 2015 yıl 11 ayının 6. günü Çira. Hicran, hasret, mung, çağrısızlık ve elem içige yoşurulgan bütmez tügümez isyankar ruh ve Uygur ayalları has içki nazukluk, fidakarlık Gülxanның şiirlerde intayin güçlük til ve kaynak hissiyat bilen mundak yazılır. Yine kim baray mendek bağırqan, beşida ming ot özü natıvan, çak yerilgan tupraqtur halim, qaynaydı yeşim içimdi pigan. Yine kim baray etqina jinim, isteyen yarga berişimni mingcan, paraq çölünü ming yıllap kezgen, tepilmaz mendek telvi sergerdan. Bergi xazan gül üstümge qondi, bulbul derdimge urudu xandan, bir dana erdim, ming dana boldum. Ecel kuşları kılgaymu minidan. Köygen yürekning hidini hidlab, lezzet taparmu ya alarmu can. Pıraq çölünü ming yıllab kezgen, tepilmaz miningdek telvi sergerdan. Yuqarqı şiirdeki yar, gül, bulbul ve pıraq çölü qatarlıq imaglar klassik şiiriyetimizde ilahi işıq ve tevhidki sumul qılınğan bolsa, 1949 yıldan keyinki Uyghur edebiyatida izchil halda Uyghur yazgıcı şairlarning hürlikka, yoruqlıqqa bo'lgan intilishi ve arzusini ifadalab kelgan imaglardandır. Şaira Gülxanның şiirlariga bir bütün nazarda qaraydigan bo'lsak, uning şiirlarini ikki davrga bo'lish mumkin. Şaira Gülxan ijodiyatga kirishgan 1990 yildan 2014gacha bo'lgan şiirlarda qiz ayollar xas nozik hissiyat bilan sevgi muhabbat va vaqtliq tuyg'ularini she'riga aylantirgan bo'lsa, 2014 yildan keyin bir butun Uyg'ur millatining kechirmishini, real tragediyasini, fojialarini va til bilan tasvirligisiz qo'rqinchlarini, vahimlik hayotini, tushkun kayfiyati va buruqtumliq hissiyatini o'z misralariga singdirib etgan. Bulupmu her kecha bir parçadan e'lon qilingan ming bir kecha she'rlarda umumyuzlik holda ifodalangan vahimlik hissiyat, buruqtum hayot va ilojsizlik, chidam va bardosh kuchi. Hammaga, hatto o'limgimi tayyor ruhiy holat bizni shoiraning o'zining hayoti va ijodiyatini xalqning, millatining, vatanining taqdiriga chambarchas bog'lab etgidek bir haqiqatni oshkorlab beradi. O'zi notava. Lekin qalami pishqan shoira o'ziga un-tinsiz yiqilishayotgan mudhish fojiani oldin his qilgandek tutilgan kechasi e'lon qilgan eng oxirgi bir parcha she'rda erkinligidan, hurriyatidan, ijodiyatidan, xalqidan, munbiridan va uydan ayrilganligini tövendagi she'ri bilan ifodalaydi. 345-kecha. Sendan ayrildigan bo'ldim. Gülxan. G'urg'ur qanotliq kechilarning yumran ko'ksida pinhon. Uchrashadigan bizning xiyollarimiz edi. Oyul qollarimizning yaltirishida, notisi yezilmagan bir ahangning avjida o'limning nozik tivishlari uyg'onganmidi, lavlar ajraganmidi. Kirishgan barmoqlarga ne chora, kechir oshig'im. Ufuqqa qarab chapqinimizda bo'ri bellik arg'umoqlar yer edi. Yaylıqlarning har fasli bahar edi. Dal daraxtlar, gullar, shamollar, kapilar, chig'ir yo'llar, qush o'g'illari, xamallar, ko'llar barcha-barchasi sevgimizga qanar edi. Kechir oshig'im. Tashlar yum yig'ladim. Daryolar gurildab ko'ydimi? Cho'llar qiqas saldimi? Qushlarning ko'zi uchiq qoldimi?
Asman hazıdar buldumu? Sen hech nima deyolmay va qilolmay sukutning ko'ziga qaradingmi beqovullik bilan? Kechir aşığım. Seni liq to'ldirib oldigan aslarim yo'q bo'ldi. Sana xat yozdigan va seni quchoqlaydigan qo'llarim yo'q bo'ldi. Sening ismingni biladigan tilim yo'q bo'ldi. Har zaman seni istaydigan ko'zlarim yo'q bo'ldi. Yiningga apirdigan qanotlarim yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ldi sening hidingga liq to'lgan guldinim, seni ko'radigan tushlarim muhab. Kechir aşığım. Suyishlarim sana hadiya bo'lsin. Kuyishlarim o'zimda qolsin. Aşıqlığım eng adaqqa nafslaringni menga yetkizsin. Men ko'zlaring jon beray, sen hech nimani bilmay o'tib ket. Kechir aşığım. Senden ayrıldigan bo'ldi. 2018-yil 3-oyning 24-kun. Talantliq, ijtihodliq shoira Ma'rif Gulzarning Bag'vini Gulnisa Imin Gulxon zolim Xitoy hokimiyati tarafidan erkinligidan va ijodiyatidan mahrum qoldirdi. Lekin biz shuningga ishonamiz, u xuddi misralarda degandek tanglar yana otidi, u hur xalqimizning baxt iqbol izgu tilaklarini yana misralarga qatidi.